يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Aziz Müslüman qarindoshlar, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda 90 o'rinda ya ayyuhallazina amanu degan chaqiriq bilan mu'min musulmonlarni chaqirgan. Mana bu chaqiriqning 28-qismisi ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun degan bu chaqiriqda bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala bu oyati karimada yana bizni iymon sifatimiz bilan o'ziga bog'lab turadigan dunyodagi eng go'zal eng ulug' sifatimiz iymon sifatimiz bilan chaqirdi. Bundaq sifat bilan chaqirishi Alloh taolo bizni bu iymonga ahamiyat beringlar, iymonni yaxshi o'rganinglar, iymon yo'lida mustahkam turinglar. Men sizlarni mushu aloqa bilan tunuyman. Sizlar menga bu iymon bilan bog'lana olaysizlar deganni Alloh taolo bizga uqtamoqchi. Va bu iymondan iborat bu Alloh taolaning eng aziz ne'matini chin tutishga Alloh taolo chaqirmoqchi. Bu sifat bilan chaqirib ittaqullah Allohdan qo'rqinglar, taqvolik qilinglar deydi. Biz bu taqvolik haqida maxsus ilgirki darslarimizda dars qilgan Alloh subhanahu va taolaning ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatih va la tamutunna illa va antum muslimun degan nido darsimizda bu haqda to'xtalgan. Shuning uchun bugungi darsimizda bu haqda to'xtalmaymiz. Ammo bu har bir mu'min musulmon o'zida davomli yetishtirishga tirishadigan ve yetiştirmesi bo'lmaydigan muhim işlerinin birisi ve muhim ibadetlerinin birisi. Çünkü takvalık nicatlıkның açqıcı, nicatlıkның birinci kademi. İnsan Allah subhanahu ve ta'ala'nın takvalık kılış bilen o nicat tapıdır. Takvalıkның yolu Allah Ta'ala'nın buyurganlarına boysunuş, tosqanlardan yeniş. Yani bir mümin özünü bütünley Allah'a teslimiyet bilen tapşırış. O Rabbim tarafından bana kandak vazife, kandak buyruk, kandak teklif kelse ben onu şartsız kabul kılamam. Ben onun için boysunuman, onunla teslim boluman degen bu ruhni yetildiriş. Kişiler bayada, yok yada, kişilerin közü tutuvatkan, ya ki küzetmevatkan bunda kaldı. Okşaş, şu Allah nilam menden hesap alıdığan, cezalaydıgan zat, mukafat berediğan zat, mene dünyaya o ekeldi, yani o epkitedi de, şunun gılan bağlanış bu takvalık buraderler. Allah Teala bu ayette vel tenzur nefsum ma qaddemet ligat deydi. Bu buyruk kılıdır. Yani her bir can, meyli Müslüman, mümin, kafir, fasık, zalim, zimin üstüde yaşavatkan her bir can atiga, yani kıyamet günge nimini sunğanlıqını, nimit hazırlık qilganligini bir o'ylanib baqsin.
Bununla bir qarab baxsın deb Allah subhanahu wa ta'ala bu yerda kişilerini bir mas'uliyatchan bo'lishiga, kelgusi uchun hozirlik qilishga, tayyorlik qilishga chaqirdi aziz birodarlar. O mu'min ahmaq emas. Yoki mu'min degan o'zining o'tmishda qilgan ishlari bilan faxrlanadigan, qilgan ishlaridan kibrlanib, men undaq yaxshi ishlarni qilyaptim deb yashaydigan kishi emas u. Mu'min davomli qiyomatga hozirlik qiladigan, kelgusiga hozirlik qiladigan kishi. Chunki mu'minga berilgan har bir narsa bir fursat. Ten sağlamlıqni Allah bergan bo'lsa, uning seni davom sağlam tutmaydi. Yoshlikni Allah bergan bo'lsa, o davom yosh turmaydi. Aqlni Allah bergan bo'lsa, o davom aqlli turmaydi. Agar Allah uningga avlod bergan bo'lsa, avlod davomli uning qo'lida turmaydi. Malni Allah bergan bo'lsa, davomli u mal uning qo'lida turmaydi aziz birodarlar. O ayrıldı. Hammasidan mu'min ayrıldı. Shuning uchun mu'min Allah balı bergan bo'lsa, shu balini Allah'ni tunuydigan, haqni tunuydigan, to'g'ri yo'lda mangadigan, axloqli, solih musulmon qilib yetishtirdimi? Agar Allah bir oila bergan bo'lsa, shu oilada islomning o'lchimini o'lcham qildimi? O ailede en aldı bilen din ali buldu mu? O ailenin işleri dinin asası bilen bulavatamdı. Mana bunun hemmede bir Müslüman oylanıp bakışı gerek. Qarab bakışı gerek. Allah subhanahu wa ta'ala mümin Müslümanға bergen her bir narsani Allah'a yakınlaştırdıgan vasıta ve onun bilen ibadet, Allah'a ibadet kılıdığan bir şekilde berdi. Mümin eğer onundan İslam körsetken boyunca faydalanıp, İslam körsetken boyunca igdaçılık kılsa, o onun bilen Allah'a yakınlaşa alaydı. Mesela balını Allah berdi, Allah bergen bu balını yaxşı terbiyelep yetiştirip, o arkalık özünün izbasarı kılsa, dininin izbasarı kılsa, o balı terbiyelegenlik, o balını terbiyeleş yolunda cefaat atkan her bir işine ecri alıdı, mükafat alıdı. Eğer o şu balını perviş kılmay, terbiye kılmay, bipervalıklık taşlap koyup balı eski bu kalsa, onun cezasını Allah kıyamet günü onun hesap alıdı. Demek mümin Müslüman çokum kelgüsüge tayyorlik qilish kerak aziz birodar. Bu yerda Qur'oni Karim yeni bizni her bir kishi o'zining kelgusisini, istiqbolini qanday qurib chiqish masalasidami o'ylanishga chaqiradi. Chunki go'zal kelgusi, parlaq kelgusi yoki hur bir kelgusi o bikachilik bilan, parvosizlik bilan kelmaydi. Uningga tayyorlik qilish bilan bo'ladi. Bir inson vatanini dushmanning qo'lidan ozod qilaman desa, yoki dushmanning qo'lidan qutulaman desa, cho'qim uning tayyorligini qilish kerak. Qandoq qutulaman? Qandoq kelgusimni yaxshi qilaman? Buningga keraklik bo'lgan ishlarni yaxshi o'ylanib, onu tayyorlik qilish kerak aziz birodarlar. Qur'oni Karim bizga har bir narsaga jiddiy qarashga buyurdi. Sizlar undaq sal qaramanglar har qanday ishga. Vel tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Ya'ni kelgusi uchun nimani qilganligini abdan o'ylanib baqsin. Bir dada o'zining kelgusiga qanday dasmini saldi. Bir ana o'zining kelgusiga qanday dasmi saldi. Cemiyet özünün kelgüsüsü üçün qandaq dəsmələrini saldı. Aile özünün kelgüsüsü üçün qandaq dəsmələrini saldı. Mümin, Müslüman qandaq dəsmi saldı. Bunu yaş qarab baxış, hesab ep baxış gerek. İslam bizden bu hesablı çağırdı.
Şoňa Peýgamber aleyhissalatu vesselam hadisde la yazalu qadama abdin hatta yus'al an arba'. Bir insanyň kadamy 4 işden sorak kılınmay turup o Allah'ın aldıda medilimaydı. Yani o 4 işin cevabını vermegenge kadar o mediliyanmaydı. Birincisi en umrihi fîme afnâh. Hayatıdan sual kılınır. Sen 50 yıl yaşadın, 40 yıl yaşadın. Bu 40-50 yıl hayatında nemiş kıldın? Din üçün nemiş kıldın? Milletin üçün nemiş kıldın? Mana bugünkü kündeki menin kaşımga kelip biridigan hesap üçün nemiş kıldın? Neme tayyorlik kıldın dep insan özünün ömrünü yılmı yıl, ayma ay, günmü gün toluq hesabını bermegenge kadar o Allah Teala'nın aldığını medelimaydı oraya. O Allah Teala insanı dünyaya bekağa ekergen emez. O dünyaya kelip yeni kitiplam manisi yok, hayat yok bir yerde. Nimi üçün dünyaya keldim? Nimi üçün dünyadan ketemen? Mana bu ay, gün, bütün mahlukat, mevcudatlar benim dünyada yaşım üçün maslaşıp tuttu. Eğer Allah Teala'nın insanın şu dünyada yaş üçün etrafındaki mahlukat, mevcudatlarını maslaştırıp koyması insan yaşayamaydı. Koyaş boğması yaşayamaydı. Su boğması yaşayamaydı. Hava boğması yaşayamaydı. Keçi boğması yaşayamaydı. Ya ki gündüz boğması yaşayamaydı. Allah bana şundak yaşaydıgan kılıp dünyanın sistemisine uğurlaştırdı. Bunçuğla köp mahlukat, mevcudatlarını insanın yaş için menfaatlik, yaşış için mas kademde kılıp uğurlaştırıp Allah insanını bikağa hergiz koyup koygan emez. Şunun için o insan ömrüdün hesabıdır. Yeni birisi en ilmihi maza amile bih, özünün ilmidin sual kılındı. Allah insanga, her bir insanga özüge layık ilim bergen. İnsan bu ilimni nimige işletdi? Nimiş kıldı ilim bilen? Bazı kişiler özünün ilmi arkalık Allah'ın dinini tunudu, hakikatini tunudu, hakikatke hizmet kıldı. Yeni bazen kişiler özünün ilim kabiliyeti arkalık fakat dünyalıkı hizmet kıldı. Dünyalıkını oyladı ve dünyalık üçünlan ilimden faydalandı ve ilimni kural kıldı. Yeni bazenler özünün ilimleri arkalık hakikatinin nurunu öçürüş, zalimlağa yantayak buluş, batılını kollap kuvvetleş ve onu güçlendiriş, mana bu iş üçün işletti. Allah bergen ilim. Mana bunundan nimiş kıldın sen bu ilimni? Dep Allah Subhanahu ve Teala soraydı. İnsan her bir kişiye özüge layık ilim verilgen ezi buradarlar. Birisi incinirlik ilmini verildi, birisi din ilmini verildi, yeni birisi hayattaki her türlü sahadaki ilimni verdi Allah Teala. Şu ilimni insan hakka işletti mi, hakni kollap kuvvetledi mi, hakni o ilim arkalık tunudu mu, bunun Allah soraydı. Meyli fizikçi, meyli coğrafiyacı, meyli tarihçi, meyli başka her kanda fen olsun, muşu ilimden Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günü soraydı. O ilim bilen hakni tunudun mu, tunumudun mu der. Üçüncü birisi iktisadidin Allah Subhanahu ve Teala soraydı. Allah bergen insanın iktisadidin mahsus nedin taptın? Yani şeriat kösetken halal yol bilen bu iktisadını taptın mı, köpeyttin mi, eriştin mi? Ya ki onu haram yol bilen kişilerin hakkını ele zulüm kılıp durup, başkalarına tecavüz kılıp durup taptın mı? Oldu bilen birinci sual
inson qo'liga erishgan iqtisodning kelish manbasining javobini beradi Alloh. Ikkinchi, bu iqtisodga ega bo'lgandan keyin uni ishlatgan o'rin nega ishlatding? Qanday qilib tugatding? Buni mashina elib, uy selib, sayohat qilib, rahat farog'at bilan yashab, dunyoda o'zingning faqat o'zingning aysh ishrati uchun ishlatdingmi yoki dining, millating, xalqing hayotdagi bir üstünge yüklengen amanetni ado qilish uchun ishlatdingmi? Mana buningdan Alloh subhanahu va taolo so'raydi. To'rtinchisi insonning yoshligi. Maxsus Alloh bunun ayrim so'raydi. Chunki yoshlik hayotdagi eng go'zal bir chaq. Yoshlikda inson har qanday ishni qila oladi. Yoshlik orqali bir yosh tirishdi, doktor bo'ladi, yosh tirishdi, yaramli odam bo'la oladi. Bir yosh o'zining yoshligini chin tutdi, natijada jamiyatga, millatga, musulmonlarga manfaatli bir ishni qila oladi. Aziz birodarlar, agar bir kishi o'zining yoshligini bekor o'tkazayotgan bo'lsa, uning kelgusini bekor o'tkazayotgan, kelgusi yo'q degan bo'ladi. Agar bir millatning yoshlari bilimsiz, yosh vaqtlarda o'zining kelgusi uchun tayyorlik qilmagan bo'lsa, o millatning kelgusi yo'q degan bo'ladi. Shuna payg'ambar alayhissalatu vassalam mana bu yoshlik vaqtning eng fursat bir vaqt ekanligini bu yerda ham biz insonlarga eskartib qo'ydi. Chunki yoshlik mezgilining oldidagi vaqtlar kichik sabiylik vaqtlar, o vaqtda ham hech ish qo'limizdan kelmaydi. Qirliq vaqtda ham ish qo'limizdan kelmaydi, ammo eng fursat vaqt yoshlik vaqti. Mana bu yoshlik vaqtda kelgusi uchun dasmiy qilish, kelgusi uchun tayyorlik qilish bu eng fursat vaqt. Alloh vel tanzur nafsum ma qaddamat lig'ad. Har bir jon qiyomatga, kelgusiga nima qildi, nima tayyorlik qildi, buning g'obdan o'ylanib baqsin. Deyish orqali Alloh jiddiy bir muomala qilishga, kelgusiga tayyorlik qilishga chaqirdi. Shuni yildan yilga bekor o'tkazmaslik kerak. Bo'libmi biz musulmonlar davlati yo'q, jamiyati yo'q, zulmni qilayotgan, har turli xo'rliqlarni tatiyotgan musulmonlar cho'qimki kelgusiga yaxshi tayyorlik qilish, davomli kelgusi haqida o'ylanish, kelgusi uchun hozirlik qilish kerak. Bu buyruq bu Alloh subhanahu va taoloning. Bir musulmon o'zining killigi haqida o'ylanmasa, Alloh taqdir qilgani bo'lar, Rabbim nimani iroda qilgan bo'lsa shu bo'ladi deb tayyorlik qilmagan bo'lsa, u ham iymonning taqozzolariga amal qilmagan bo'ladi. Shuna Alloh subhanahu va taolo bu yerda o'tib ketgan hayotimizga yoki o'tmishimizga nazar solib, uning bilan faxrlanib, uning bilan xursand bo'lib yashamasdan, cho'qimki kelgusiga, cho'qimki kellikka tayyorlik qilish haqida Alloh bizni chaqirdi. Va uning yo'llarini Alloh taolo bizga ham o'zi ko'rsatib berdi. Shuna bir musulmon bu yildan keyingi yilimni bu yildan burunqidan yaxshiroq o'tkazaman deb tayyorlik qilish kerak. Maghbunun man istawa yawmahu deydigan bir gap bor. Bugunisi bilan tunugini o'xshash bo'lgan odam ziyonkor odamdir. Tunugun bilan bugun o'xshash bo'lgan odam ziyonkor odam. 10 yilning oldi bilan yana 10 yildan keyin barobar bo'lgan inson unda oila ziyonkor oila. Chunki kun o'tib ketib boryapti. Aziz qarindoshlar, Alloh bu haqda bizga kunimizni o'xshash, yilimizni o'xshash o'tkazmaslikka bu yerda chaqiradi. Tirishishga, plan tuzishga. Bir da'vo qilgan da'vochi 5-10 yilning mobaynida o'xshash bo'lgan bo'lsa, u ham ziyon tortiqliqdir.
Bir alim 5-10 yılning ichida o'xshash yashagan bo'lsa, yana o'zi ham tatiqliq. O nijotlik tarafga, qutulish tarafga, hurlik tarafga, Allohning oldidagi hisobni berish tarafga davomli hozirlik qilish kerak. Bu o'ylanish kerak. Vattaqulloh. Allah subhanahu va taolodan taqvolik qilinglar. Yana bu yerdagi Allah ikkinchi qitim taqvolik qilish buyurishi kelgusidagi qiladigan tayyorliklarni, hozirliklarni shariatning o'lchami bilan qilinglar. Shariatning asosi bo'yicha qilinglar. Shariat ko'rsatgan yo'lni asos qilib turib qilinglar deydi. Bu bir ma'nosi. Ikkinchi bir ma'nosi sizlar g'ururlik qilib kelgusiga tayyorlik qilmaydigan, o'ylanmaydigan, kelgusi Xudoyim nimani taqdir qilgan bo'lsa, shu bola qo'limizdan bir ish kelmaydi ekan deb bunda yetib olishdan sizlar saqlaninglar deb Alloh taolo bu yerda bizni bunga chaqirdi. Innalloha xabirun bima ta'malun. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo sizlarning nima ish qilayotganligingizni xabari bor. Zodi qaysinglar tirishtinglar, izdandinglar, qaysinglar izdanmidinglar, buningdan xabari bor deb Allah subhanahu va taolo bilib turdiganligini bizga bayon qilish bilan sizlarga keladigan nusrat, natija, sizlarga keladigan men beradigan g'alaba sizlarning qiladigan ishingizga bog'liq. Tirishishingizga bog'liq. Fi'llaringlarni amalga oshirishingizga bog'liq. Kelgusidagi hisobdan qutulish mana o'zinglarning amaliy harakatinglarga bog'liq deb Alloh subhanahu va taolo bizga mana bu yerda buning yo'lini bayon qilgan. Şuna aziz Müslüman qarindoshlar, biz kelgusimiz haqida yaxshi fe'llarni tuzib, shu fe'llarni amalllashtirish uchun harakat qilish va uni davomli taraqqiy qildirish va uning davomli dasmiy silish, mablag' silish bu iymonning yo'li va taqvolikning yo'li bu. Alloh subhanahu va taolo bizni buningga chaqirdi. Biz mu'min Müslümanlar Allah'dan tilaymiz, dua qilamiz. Amma dualarni tayinib olmaslar. Duanilam asas qilib olmaslar. Shundaqla buning yo'lini tepish, chiqish yo'lini tepish. Kelgusining parlaq bo'lish yo'lini tepish va uning uchun amaliy qadamlarni ilish, harakat qilish bu iymonning talabi va taqozosi ekanligini Alloh bayon qildi. Allah bunu deb qo'ygandan keyin wala takunu kallazina nasullah. Allohni unutib qolgan odamlarga o'xshash bo'lmanglar dedi. Ya'ni Allohni tangan odamlar emas. Bu yerda demakchi Allohni tangan odamlarga o'xshash bo'lmanglar demakchi emas. Allohning dini bilan ishi bo'lmaydigan, musulmonlar bilan ishi bo'lmaydigan, islomning shuarlari bilan ishi bo'lmaydigan, yiqilib ketgan masjidlar, öldürülgen Müslümanlar, solangan, izilgen, aciz Müslümanlar bilen işi bulmagan kişilerini Allah'ını unutkanlık dep Allah bayan kılıyor. Sizler bu Allah'ını unutkan kişilerge okşaş bulmanlar. فَاَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ Allah'ını unutkan kişilerin neticesi Allah ulağa özünü unutkuzdu. Dünyada ne için kergellikini unuttu. Qaysi millettin ekanligini unutqizdi Allah. Qaysi dindan ekanligini unutib qo'ydi. Mana bugun o'zining millatiga xiyonat qilayotgan, diniga xiyonat qilayotgan, aqidasiga xiyonat qilayotgan, tug'ilgan vaqtda islomcha ism qo'yilib, musulmoncha hayotlik yo'liga boshlab qo'yilgan, o'lgandan keyin yana islomning qo'yniga qaytib kelib Müslümanların kolu bilen, Müslümanların koyunu bilen hayattan uzutib qo'yiladigan bir insonning Allah'ның diniga, Müslümanların aqidasiga, islomning nuriga shu qadar ziyonkashlik qilganligi o'zining dunyoga kelib tunji hayotini qanday boshlagan va dunyodan ketgan chaqda hayotini yana qanday oxirlashtirganligini uqmaydigan derecede bulab ketganlikninki cezası mana bu birodar. Şu Allah
Fensahum anfusahum dedi. Allah ularni o'zini unutqizdi. Olimlarni so'laydi. Musulmonlarga ziyonkashlik qiladi. Vaholanki u islomning sharifi bilan ism qo'yilgan. İslamning sharifi bilan tunji izzat bilan hayot yo'liga boshlangan. Yana eng oxirida islomning sharifi bilan o'zining hayotini oxirlashtiradi. Ammo ömür hayotida Allohni unutib, Allohning dinini unutib, Allah subhanahu va taolaning diniga qarshi chiqadigan, mu'min musulmonlarga qarshi chiqadigan, ulug' zulm soladigan, haqorat qiladigan bu ishlarni qiladi. Allohning bu yerda degan so'zi shu. Chunki inson kelgusini o'ylamasa, o o'zini unutib qoladi. Masalan, meni kelgusida o'lgan chaqimda munofiq deb kishilar ko'maymi yoki o'lgan chaqimda xoin bo'lib o'lib ketamanmi yoki bir umr musulmonlarga ziyonkashlik qilgan, islomga ziyonkashlik qilgan, millatga ziyonkashlik qilgan bu munofiq setilma degan holatimda o'lib ketamanmi deb o'ylamagan inson o'zining millatiga, diniga, aqidasiga shu qadar ziyonkashlik qila oladi. Allah Taala bu yerda bu kitobni qilyapti. Chunki din insonning insonligini bildiradigan narsa bu. Nima uchun keldi? Kim akeldi? Nimishqa yashaydi? Yani bundan keyin nega boradi uning hayoti? O atrofdagi koinotlar bilan qanday bog'lanishi bor uning? O koinot insonga nima uchun xizmat qiladi? Mana buning hamma sirlarini aytib berdigini Allohning dini. Şu Allah Taala oxirsida ulaika humul fasiqun, ana shu kishilar chiqqan, ya'ni Rabbiga bo'ysunishdan chiqqan kishilar fosiqlar dedi. O'zini unutgan millat fosiq millat o. Millatligidan chiqqan, musulmonlikdan chiqqan, insonlikdan chiqqan, dindan chiqqan kishi aziz birodarlar. Allah bu yerda bizga nurg'un natijalarni bayon qildi. Shuning uchun bu oyatning mas'uliyatchan bo'lish ve kelgusi uchun yaxshi tayyorlik qilish, uning uchun tirishish ve qilishga tegishlik har qanday amalni jiddiy qilish, urinlik qilmaslik bu iymonning talab va taqozzolaridan birisi. Bo'lmasa o dunyoda unutiladi, oxiratda ham unutiladi. Hech kimning parvosiga kelmaydi. Allah subhanahu va taolo bizni bu oyatning talabiga amal qiladigan, har vaqt kelgusiga yaxshi hozirlik qiladigan kishilardan qilsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.